Prostata bezi adenomasini operatsiyasi o'tkazilgandan keyin ko'zi yarq etib yonib ketsa kerak hamma. Oldingizda bor ekan u deb. Endi baribir bu ham intim masala bo'lgani uchun o'zi ko'p bemorlarimizni fikrlari, nimalarini olib qo'yamiz. Video materiallari bor uni. Biz ko'radigan narsa juda ko'p bemorda ko'z yosh chiqadi. Birinchi siygan paytida yig'laydi. Maza qiladi. Maza qilib siysa bo'lar ekan degan narsa bo'ladi. Tushunyapsizmi? Bu baxtda shu yo'sinda aytaman, bu endi yoshi katta odamlarda kasal bo'lgani uchun, pensioner odamlar kasal bo'lganligi uchun, pensioner odamlarda qo'lida oshchi pul bo'lmaganligi uchun, doim ham doktorga hozir borsam pul to'layman, pulim ketib qoladi, yo'q pulim o'zi degan narsalar bilan ular nimani ortga surib yuraveradi. Shularda bola chaqasiga murojaatim meni. Dadasi bir yilda bir marta ko'rsatib turing. Chunki bu kasalliklar yoshga bog'liq kasalliklar. Mashinani ham yog'lab turasizlar. Yog'lamasa bo'lmaydi mashinani. Ota-ona bir ko'rsatib turish kerak shunaqa. Mutaxassislarda ko'ra nazorat qilib turish kerak shu narsani.